Assalomu alaykum hurmatli parrandachilik sohasi shinavandalari. Sizlar bilan ekran orqali yana bir marotaba yuz ko'rishib turganimdan xursandman. Omonmisiz? O'tgan marta Telegram kanalimizga kelib tushgan bir nechta savollar bor edi va mana shu savollarning hammasini bitta video tayyorlashga harakat qildim. Shu savollarning ichida tovuqlarni jo'jachilik xo'jaliklaridan sotib olib tuxumchilik xo'jaliklariga olib borishgan va mana shu tuxumchilik xo'jaliklarida ularga svet berish programmasi haqida edi. Shunda shu kommentarlarning birida o'sha har kuniga 10 minutdan svet berib borganman deb aytgan edi. Bu aslida xato. 10 minutdan svet berib borilmaydi. Haftasiga 1 soatdan svet qo'shib boriladi va u svetning yorug'lik o'sha lyuksi ham bor, miqdori ham bor. Tuxumchilik xo'jaliklari bilan shug'ullanuvchilar uchun bu yorug'lik programmasini bilish o'ta ham muhim. O'ylaymanki, videomiz sizga ma'qul keladi va tomosha qilgan vaqtingizga achinmaysiz. Ketdik. Bugun sizlar bilan shu dunyoga mashhur zot Lamon Braun zotini yorug'lik rejimini, yorug'lik programmasini ko'rib chiqamiz. Bu Lamon Braun zoti o'zimiz O'zbekistonda ham juda ko'p tarqalgan zotlardan biri hisoblanadi va buni to'g'ri yorug'lik rejimi bilan uni to'g'ri tuxum berishga tayyorlash, jo'jalik vaqtidan tortib to tuxum berishgacha bo'lgan davrda uni to'g'ri tarbiyalab borish o'ta ham muhim. Mana shu fazani qayerdadir agarda biron bir kichkina xato ketsa, tovuqimiz biz kutilgan natijalarni bermaydi. Shuning uchun bugun biz svet berish programmasini yosh jo'jacha, yosh tovuq va tuxum beruvchi tovuqlar qismiga bo'lib, hammasini o'rganib, ko'rib chiqamiz. Va tuxum beruvchi tovuqlarni boqayotganlar bilan shug'ullanuvchilar uchun bu o'ta ham muhim. Demak, birinchi bizda jo'jachilikdan boshlayotgan bo'lsak, jo'jalarimiz inkubatordan chiqqandan keyin bizni o'sha tovuqchilik, jo'jachilik xo'jaliklarimizga keladi va jo'jachilik xo'jaliklarimizga kelgan vaqtida demak, ularning ichida hali bir xillari tanasi katta, tez rivojlangan bo'ladi, lekin ichida rivojlanmay qolganlari ham, kichkinalari ham bo'ladi. Shu sababli bularning hammasi o'sha bir xil start qilib olish uchun, bir xil boshlab olish uchun biz boshida ularga 24 soat svet beramiz. Demak, o'sha birinchi, ikkinchi kunda biz 24 soat svet berishimiz kerak. Mana shu 24 soat svet bergan vaqtimizda jo'jalar qisqa uxlaydi-da, yana o'rnidan turib, yana yem yeyishga boshlaydi va qolgan kichkina jo'jachalar ham, katta jo'jalar qorni to'ygandan keyin chekkaga chiqqandan keyin kichkina jo'jalar ham yem yeyishni boshlaydi. Natijada biz shu umumiy foiz sifatida jo'jalarning yashab qolishini mana shu 24 soatlik natija bilan garantiyasini oshiramiz, yashab qolish garantasini yoki yashab qolish kafolatini oshiramiz. 3-kundan boshlab turib biz svetni 3 va 6-kunda biz svetni 16 soatga tushirishimiz kerak. Ya'ni mana shu biz keyin 8 soat uxlash fazasini qo'yamiz o'rtaga. Bular 8 soat uxlaydi va 16 soat sveti bo'ladi. Bunda o'sha 3-6-kunlarda jo'ja ancha o'zini tanasini ushlab olgan bo'ladi. Shuning uchun shu 3 kun mobaynida 16 soatdan ushlaymiz. Undan keyin esa mana bu yoqda haftalar boshlanib ketgan va haftasiga 1 soatdan svetni tushirib boramiz. Demak, ikkinchi haftada 14 soat svet beramiz. 3 haftada 13 soat. 4-haftada 12 soat. 5-haftada 11 soat. 6-haftada 10 soat. 7-haftada 9 soat.
16 haftagacha mana shu 9 soatda ushlanadi. Endi tavsiya bo'yicha 17-haftadan boshlab turib svet berib boshlanadi tovuqqa. 17-haftadan boshlab turib svet berib boshlaymiz. 1 soatdan svet beramiz har haftasiga. Demak, 10 soat, 18-hafta 11 soat, 19-hafta 12 soat, 20-hafta 13 soat va 21-hafta 14 soat. Va mana shu keyin 21-haftadan keyin 14 soatda doimiy qoladi. Demak, mana ko'rib turibsizlarki, bizda o'sha Lohmann Brown zotining management programmasi mana shunaqa. Mana shu management svet berish programmasida mana shu grafikka e'tibor qilinadi. Buni hozir qizil chiziq bilan hammasini tutashtirib qo'yadigan bo'lsam, bizda mana bunaqa grafik hosil bo'ladi. Mana shu bizni svet berish rejamiz. Lohmann Brown bizga mana shu svet berishni rejasini tavsiya qiladi. Va xo'jaliklarga aytadiki, sizlar mana shu svet berish programmasini shu turishda olib boringlar deb aytadi. Xo'p, demak, jo'ja kelgan vaqtida dedik, jo'jaga dedik, biz birinchi 24 soat svet beramiz dedik. Va svetning endi lyuksi bor, ya'ni svetning kuchi bor, mana hozir yorug'ligimizning kuchi bo'lgandek. Svetni lyuksini luksometrda o'lchanadi. Bu yerda aytayaptiki, mana shu masalan bizda tavsiyada birinchi jo'jalar kelgan vaqtda bizni lyuksimiz deyapti 30 luks bo'lsin deb aytilyapti. 30 luks. Undan keyin mana bu yerga kelgan paytda luks ham astalik bilan tushib boshlaydi-da, mana bu yerda 20 luksga tushadi. Mana bu yerdan 5 luksga tushadi. Bu 12-soatdan keyin biz 5 luksga qo'yamiz va mana bu butun mana shu jarayonda 5 luksda qoladi bizda hamma joyda. Svetimiz 5 luksda qoladi. Xo'p, endi biz svet berganimizdan keyin svetimizni luksini yanada ko'tarib boshlaymiz. 17-haftada biz buni 10 luks qilamiz. Keyin 18-haftada 20 luks, 19-haftada 30, 20-haftada 40 va 21-haftada 50 luks qilamiz. Mana shunday qilib turib, o'sha svetning yorug'likning kuchini ko'paytirib borsak bo'ladi. Tushirib, ko'paytirib borsak bo'ladi. Demak, siz uchun muhim bo'layotgan narsa mana shu jarayonda tovuq bilan, jo'jachilik bilan shug'ullanuvchilar shu jarayondan boshlab turib, o'sha jo'jani sotilayotgan vaqtda jo'jachilardan so'rash kerakki, svetda necha soat, 9 soatmi, 8 soatmi ushlab turildimi, 5 luksda ushlangan jo'jalarmi, ana shu narsalardan zotdor tovuqlarda mana shu shartlar bor, bo'lishi kerak bo'lgan, shuni so'rash kerak. Endi yana bitta narsani aytib o'tishim kerakki, bizlarda O'zbekistonda tovuqlar kunda hisoblanadi, lekin butun dunyo standarti bo'yicha tovuqlar haftada hisoblanadi yoshi. Ya'ni o'sha mana bu 1 yoshdan tortib, hozir mana bu yerda 24 yoshgacha deb oladigan bo'lsak, 24 haftalik bo'lganda 24 yoshgacha deb olamiz. Va shuning uchun men hamma tomoshabinlarimizga aytardimki, shu muxlislarimizga aytardimki, bizlar ham haftada hisoblashga o'tizlar, shunda osonroq bo'ladi hisob-kitobga hamma narsaga deb aytamiz.
Demak, mana bu davrda bizni yosh jo'jamiz, yosh tog'imiz bu vaqtda boshqa bitta ferma xo'jalikda bo'ladi va 16-17 haftadan keyin buni produksiya bilan shug'ullanuvchi, ishlab chiqaruvchilar, tuxum yo'nalishida shug'ullanuvchi fermerlarimiz bularni sotib oladi va mana shu keyin shuni tuxum bilan shug'ullanishni yo'lga qo'yadi. Ana endi demak biz jo'jadan tortib olib kelib yosh tovuqqa olib keldik va yosh tovuq davrida tovuqni ichida organizmida skeletlarida rivojlanish bo'ladi, go'shtlari o'sishni boshlaydi deb aytdik va tovuqlarimiz 17-18 haftaga kelgan vaqtda asta sekinlik bilan ichki organlari rivojlanishni boshlaydi. Mana shu ichki organlar rivojlanishni boshlaydi. Va biz o'sha tug'ish apparatlarini o'z vaqtida rivojlantirish uchun bunga svet berib, svetni ko'tarib boramiz va yorilishga, tuxum berishga tayyorlab boramiz. Keyin biz tuxum berishda tovuqlarimiz agar svet programmasi bo'yicha hamma narsasi ko'ngildagidek yaxshi ketayotgan bo'lsa, vaznlari joyida bo'layotgan bo'lsa, tovuqlarimiz o'sha 18-19 haftadan boshlab, 20 haftadan boshlab tuxumga kirib, tuxum berishni boshlaydi. Keyin hammamizni o'sha oxirgi maqsadimiz shu tovuqlardan keragicha tuxum olish va agarda bularning hammasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, bizning tovuqlarimiz biz kutgan natijani muammosiz beradi. Demak, shuning uchun mana bizda buning uchun shu yorug'lik programmasi muhim ekan. Yorug'likni svetni berilishi va uning o'sha yorug'likning kuchi, luksi muhim ekan. Mana shu yosh tovuqchilik davridagi 8-9 soat berilgan svet va 5 luksda ushlab turilish o'ta muhim ekan. Boshida demak 24 soat svet berar ekanmiz 3 kun va undan keyin 17-18 haftadan boshlab turib, bu yoqqa yana svetni ko'tarishni boshlar ekanmiz. Keyin yana bitta aytib o'tishim kerak bo'layotgan narsalardan bittasi bu masalan demak 16-17 haftada mana bu yerda mana shu perioddan boshlab turib bizda demak boshqa fermer xo'jalik shug'ullanadi. Bu yoqda demak tuxum yo'nalishidagi xo'jalik sotib oladi bularni. Bu tarafdagisi o'sha jo'jachilik bilan shug'ullanuvchi xo'jalik qiladi buni. Shuning uchun ikkita ferma xo'jalikni sistemasini o'rgandik va bu jo'jachilik bilan shug'ullanuvchilar mana shu programmani bilishi shart. Tuxum bilan shug'ullanuvchilar jo'jachilik bilan shug'ullanuvchilardan bu programmani so'rash kerak. Bizda o'sha hozir sizda o'sha svet programmasi qanaqa bo'ldi, luksi qanaqa bo'ldi deb turib va tuxum bilan shug'ullanuvchi kishilar esa mana shu bu yog'iga mana shu programmani davom ettirib ketish kerak. Ya'ni biz oxirgida o'sha bizga kerakli bo'layotgan natijalarga erisha olishimiz uchun. Demak, mana shu hozir bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzum bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.